Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 13-yanvar 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 32 so'm 37 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.099 so'm 18 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.209.918 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.0% ga oshdi. Yevro 9 so'm 50 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.134 so'm 26 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.413.426 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.4% ga tushdi. Rossiya rubli 28 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 82 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 153.820 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1.4% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 35 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 78 Rossiya rubli 66 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7865 Rossiya rubli 80 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.3% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.